Orqalarim shundoq o'ryapti, yelkalarim, nima sotib berasiz? Voy, gapirmang, shu hozir muammo bilan juda ham ko'pchilik aziyat chekyapti-da. Mana shu yerga mas'ul to'moqchi edim-da. Og'riq qoldiruvchi mazlardan qaysi birini tavsiya qilasiz? Yo'q, men sizga mazni tavsiya qilmayman, chunki mazlari hozir har xil kimikatlardan tayyorlangan. Men sizga aynan Viyed assotsiatsiyasining Palantinni tavsiya qilaman. Bu Palantin qarang, juda ham chiroyli ayollar uchun. Bu Germaniya tolalaridan to'qilgan. Bu sizga energiya beradi, sizga metabolizm, qon aylanishini yaxshilab beradi, og'riqlarni qoldirib beradi. Sizni har qanaqa sovuqdan, skvoznyaklardan saqlaydi. Aynan shu skvoznyaklardan saqlagani uchun sizlarda yelkangizda og'riq bo'lmaydi. Mana siz yopinib o'tirasiz, sizda даже qon bosimini normaga keltiradi. Chunki aytayapman-ku, bu qonni suyultirib, metabolizm, qon aylanishini yaxshilab beradi. Ham chiroyli. Shu bitta narsa bilan hamma muammoyim hal bo'lar ekan-da. Albatta, albatta, kun davomida yopinib yuring, kechqurun esa o'zingiz bilan yopinib yoting. Voy mazza-ya. Ushbu Palantin sizga ham qiziqarli bo'lgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va